Kecha kutilmaganda menga Umra safariga yo'llanma sovg'a qilishdi. Men hozir sizlarga bu haqida to'liq aytib bermoqchiman. O'ylashimcha bu video qisqa bo'lmaydi, lekin videoni oxirigacha ko'rsangiz niyat qilishdi kuch haqida yana ham kuchliroq bilib olasiz. O'zim men 2026-yilda ota-onam yoki o'zim albatta Umraga bormoqchi edim. Bu haqida orzular xaritamga ham rasmini yopishtirganman. Orzular xaritasini men yangi yilda yasagan bo'lsam, bundan 6 oy o'tar o'tmas уже bu orzuyim kutilmaganda men ilojsiz deb o'ylagan vaqtimda amalga oshdi. To'g'risi Umraga borish niyatim kuchliligidan ichimdan xohlaganimdan hattoki bir hafta oldin o'zim yaqin bir dugonamga yozganman. Iltimos meni ham chaqirsa men ham boray deb. Chunki u yaqinda borib kelgandi. Yana bitta narsa, Risala Travel 3-4 kun oldin ochilgandi. U ochilishda ham boshqalarga Umra safariga yo'llanma sovg'a qilishdi. Men shu joyda to'g'risi yig'ladim. Pastda videosini qo'yib qo'yaman. Qaynaydi shularni o'rnida men bo'lib qolsam, men ham borsammidi deb ichimdan so'radim. Ko'p narsa to'g'ri niyat qilishdan boshlanishini, to'g'risi umuman pul sarflamasdan o'zim ambassador bo'lib ishlaydigan Risala Travel menga Umra sayohatini kutilmaganda sovg'a qilganda tushundim. Doim niyatni yaxshi qilish kerak ekan. Eng katta orzuyimni amalga oshirgan Risala Travelga rahmat. Men bundan juda ham xursandman. To'g'risi emotsiyalarimni umuman tushuntirib bera olmayman. Video cho'zilib ketdi bilaman, lekin sizlarga oxirgi gapim imkonsiz bo'ladimi, siz uchun qiyin bo'ladimi, doim o'zingiz xohlagan narsani Xudodan so'rashda davom eting. Chunki bir kun siz kutmagan, siz umuman tasavvur qila olmaydigan holatda sizga Xudo beradi.